Salom qizlar, bugun sizlar bilan oson retsept bo'yicha tayyorlanadigan pankek tayyorlab ko'ramiz. Bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar: ikkita tuxum, shakar, tabga ko'ra 1 qoshiq asal, uni ketidan Kent razrahritel solib, 5-6 qoshiq un solib xamir tayyorlab olamiz. Xamirimiz shunaqa ko'rinishga kelganida ustidan 8 qoshiq muzli suv solib aralashtirib olamiz. Tayyor massani 5 minutga tindirib qo'yib, tinib bo'lganidan keyin qizigan tovaga 1 qoshiqdan solib pishirib olamiz. Ustida ko'pikchalar paydo bo'lganda orqasini o'girtirib qizartiramiz. Eslatib o'taman, tovaga yog' solish shart emas. Tayyor pankeklarimizni o'rtasiga Kent cho'ka kremlaridan surib, chetlarini xuddi shunaqa qilib yopishtirib olsanglar, tez yopishadi va yeyishga juda ham qulay bo'ladi. Shu retsept bo'yicha bir marta farzandingizga tayyorlab beringlar, ishoninglar, faqatgina pankek so'raydi sizlardan. Menga obuna bo'lib qo'yib, bu videoni saqlab qo'ying. Albatta kerak bo'ladi. Keyingi reslarim undan ham mazali, undan ham zo'r bo'ladi.